Diqqat! Pensionerlarga ajoyib yangilik. Pensiyalar mamlakatda 20% ga oshirilishi e'lon qilindi. Mana katta xushxabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta unga like bosing. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Shunda qadrdonimiz YouTube uni ko'proq insonlarga tavsiya qiladi. Diqqat! Qirg'izistonda 2026-yil 1-oktyabrdan pensiyalarni indeksiya darajasida oshirib, pensiya jamg'armasi 4,4 milliard so'm ajratilishi ma'lum qilindi. Bu haqida mamlakat prezident administratsiyasi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, pensiyalarning sug'urta qilinishiga 1,2 koeffitsient bilan, ya'ni 20% ga oshirish rejalashtirilgan. Qo'shimcha to'lov miqdori kamida 1000 so'mdan 10 ming so'mgacha yetishi ma'lum qilindi. Dastlabki indeksiya koeffitsiyenti 1,13 so'm etib belgilangan. Bu ko'rsatkich 2025-yilning o'rtacha ish haqqi iste'mol narxlari o'sish asosi hisoblarida, biroq ijtimoiy jamg'arma budjetidan imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlash va shu holda koeffitsiyentlarni 1,2% gacha oshirish qaror qilingan. Indeksiyadan keyin Qirg'iziston o'rtacha pensiya miqdori 12.898 so'mga yetadi. Pensionerlar o'rtacha hisobda hozirda to'lov qo'shimcha miqdorlar bilan 1753 so'm oladi. Bu amaldagi pensiya miqdoriga nisbatan qariyb 16% ga o'sishini anglatadi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 2026-yil 1-oktyabrga kelib, Qirg'izistonda pensionerlar soni 832,4 ming nafarni tashkil qiladi.